Yaxshimisizlar, yaxshilar. Assalomu alaykum. Rossiyadagi musofir keliningizni bugun dam olish kuni xo'jayinimni ertalab ishga smenga jo'natdim-da, ubirkalarimni ham boshlab oldim. Ha, bu o'sha arvohli kvartiramiz, taqir-tuqir bo'lib ovozlar chiqadigan. Opa-singillar, aka-ukalar, oilaviy agar yashayotgan bo'lsalar bilasizlar, kvartira topish juda ham qiyin. Normalniy kvartira topish juda ham qiyin Moskvada. Bittasi yosh bolalik bo'lsa, bittasi tarakan bo'ladi, bittasida o'zi xona sassiq bo'ladi, bittasida odam ko'p bo'ladi. Xullas, ko'nglingizdagidek kvartira topish qiyin. Bu kvartira bizga nimasi bilan yoqdi? Eski dom, lekin toza, hech qanaqa taraqani, hech qanaqa hidi yo'q, hech qanaqa hasharotlari yo'q va jimjit, odam yo'q, sokin joy, tinch. Ishdan keyin dam olishga juda ham qulay. Shu spalnining yonidagi koverni qorasiga qarab turibsizmi, siz ham menga o'xshab? Eramizdan 100 yil oldin qurilgan ataplinamiz yorilib ketdi va o'sha joyga suv oqib ketdi. Misol bilan opa yashaydilar, Zuhra opamga aytdim, santexnik chaqirishdi. Keyin tuzatib ketdi santexnik kelib. Bu kvartiraga biza avgust oyida ko'chib kelgan edik. Avval yashagan kvartiramiz yangi dom edi, remontdan yangi chiqqan, chiroyli edi. Kvartirani topshirishga to'g'ri kelib qoldi. Keyin biza 2 kunda darrov 4 ta kvartira topdik ishxonaga yaqin joydan. To'g'risini aytinglar, musofir opa-singillar, normalniy kvartira topish rosa qiyin-ku, to'g'rimi, Moskvada? Mana 4 tasidan 3 tasini menga yoqmadi, shu eng normalniy kvartira mana shu edi. O'tgan vlogimda bitta opamiz yozib qoldirgan ekanlar, bolalaringiz qayerda deb. Bolalarim O'zbekistondalar, bobo buvisi bilan. Alhamdulillah maktabga chiqishgan, o'qib yurishibdi. Sog'ingan paytlarim yig'lab olaman. Bir har kun gaplashamiz 3-4 marta ko'rishib, lekin baribir ko'rganga o'xshamaydi. Sizlar shunaqa eski narsalaringizni birinchi pollatda qilib keyin tashlaverasizlarmi menga o'xshab? Kayfiyatim zo'r edi. O'ynab ubirkalarimni bitkazib oldim. Bugun xullas generalniy ubirka qildim, pardalarimni ham olib, yuvib, pastellarimni ham yangilarini solib, chiroyli qilib qo'ydim. Videoni boshida aytganimdek, ataplinamiz turbasi yorilib ketdi, santexnik chaqirdik, tuzatdilar. O'shaning uchun men kechgacha sinimat qilish nimamni to'xtatib turdim. Keyin o'sha kech bo'lgandan keyin chala qolgan ishlarimni bitkazib oldim. Santexnik ketgandan keyin yana kameramni yoqib. Bugun kayfiyatim yaxshi edi, dam olish kunim bo'lgani uchun mana mazza qilib dam olib oldim. Ayol kishi dam olish bo'lsa nima qiladi? Ubirka qiladi. O'zimizda har kuni necha martalab ubirka qilamiz uylarni. Bu yerda hech kim nima qilmagandan keyin, hamma ishda bo'lgandan keyin hamma yer top-toza turadi. Haftada bir marta generalniy ubirka qilaman har hafta. Kiyimlarni ham bitta taxlab oldim. Bu meni hozir o'qib yurgan kitobim. Bu melodrama janrida yozilgan detektivni kitob. Fransuz yozuvchisining kitobi, fransuz tilidan rus tiliga tarjimasi bu. Ubirkalarimni tugatdim. Endi xo'jayinim kelishlariga hozir ovqat tayyorlayman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Like bosib obuna bo'lishni unutmang.